shu 8 yoki undan baland bo'lish uchun dedication, ya'ni o'zini shu bag'ishlash kerakda. Detailed analiz qilgan bo'ladi. Mana oddiy holatda PSJ1 beriladi, nima qiladi bo'ladi. Yozib chiqadi-ku. 1, 2 sразу o'sha joylarni o'qiydi, javob beradi. Full meaningni so'rasang bilmaydi o'zi. Nima haqida gap ketayotganini. Bu hozir note taking qildiryapsiz boshqa gruppalarni ham. Ular bilmasligi mumkin rostdan foydasini, chunki u vaqtlar o'tib bilinadi. Uning foydasi, misol uchun biz ham note taking qilganimizda boshida esingizda bo'lsa, nima yozishni bilmay, hammasini eshitgan narsani yozishga harakat qilib, shunda ham mana muhim joylar qolib ketadi-da. Taskning 4 ta 9 chiqqan. Va o'sha taskon haqida masalan nima qilding, qanaqa ishlarding, essay birinchi yoziladi, skelet tuziladi, keyin unga dekoratsiya ishlar bo'ladi. Gramma qo'shiladi, vocab qo'shiladi, ishlardimi shunaqa? Ha, xuddi shunaqa o'sha oldin yozganimda o'sha essay yozilardi, dekoratsiya bo'lmasdi. Assalomu alaykum qadrli Everest YouTube kanali a'zolari. Bugun xudo xolasa navbatdagi 8 o'quvchimiz bilan gaplashamiz, suhbatlashamiz. Qanday bu darajaga erishdi va nimalar qildi shu haqida bafurja gaplashamiz. O'zim Mahmud Muhammadali Everest minor filialida dars beraman. Begzod o'quvchim bo'ladi. O'zing haqingda ozgina gapir. Assalomu alaykum. Avvalambor, men Begzod Odiljonov, o'sha Everest minor manzilida o'qidim. 8 natijani qo'lga kiritdim o'sha Muhammadali ustoz yordamlarida. Begzod menda graduation yo introduction oxirida kelganda birinchi kelganda вообще zo'r bo'lgan. Keldi. Darslarni boshlangandi. Mostash olsam degan fikrlar bo'ldi ozgina. Keyin ustoz keyin ozgina keyin o'zim o'qisammi, self study qilsammi degan fikrlarni yetkazgan bo'lasan. Keyin Begzodni o'zim, yo Begzodsan o'qishing kerak, normal natija qilasan deb o'zim unga ishontirib levelini. Keyin shu bilan sayohat journeyimiz boshlanganda bizada. Zo'r bo'lgan-a o'shanda. O'zi boshida Toshkentga o'qishga kirgandan keyin o'zi IELTS mana oldingisi kuy bo'ladi fevralda, o'sha bu oy o'sha kelayotgan yil fevralda kuy bo'ladi. O'zi boshida o'sha fevrallarda olaman deb yuruvdim. Keyin mayli deb bordim, keyin Everestga bordim. Esingizda bo'lsa o'sha birinchi dars o'tiribman, kelib oldin topshirganmisiz deysiz. Ha, topshirdim. Necha olgansiz? 7,5. Endi nima 8mis? Ha, 9, 10, 11 dedingiz o'sha. Voy dedim, men menga o'zi oldindan mana dars o'tayotganda qiziq qilib dars o'tadiganlar yoqardi-da. Dars qiziq qilib, ana hazil qo'shib oraga hazilkash so'zlar yoqardi. Keyin aytdim, "Chota topdim shekilli shunaqa ustozdim." Keyin shetda o'qiyman shekilli deb, keyin yana o'sha siz aytganday ozgina o'ylanish bo'ldi. Yoki o'sha fevralda olsammi keyin deb o'ylab yurdim. Keyin lekin o'sha hozir olib qo'yaver deganingizdan keyin o'sha keyin o'qidik birga. Qanday kelib qolganing mana darslaringga Everest borib eshitganing media? O'sha boshida o'sha uydagilarim ham aytishdi-da, hozir olib qo'yavergin, nima qilasan, keyingi yilga sudrab deyishdi. Keyin bordim, o'sha Everestga bordim, keyin receptionda kutib olib, darsga kirgizib qo'yishdi. O'shandan boshlanib ketdi o'sha siz aytgan gapdan keyin, bu ustoz hazilkash ustoz ekan. Qiziq bo'lsa kerak deb keyin boshlab ketdik shu. Zo'r. Hozir Insta o'qiysan-a, moliyada. Guruhda patogda boshqa yo'q-a, 8? Yo'q. O'sha paytda 7,5 bo'lgan paytda ikkita odamda bor edi o'zi patoyda. Keyin bor ekan deb yurdim. Endi 7,5 bo'lganlar ham moliyada bor ekan yana deb yurdim. Yo'q, lekin 8 yo'q. Keyin qanday bo'ldi kursdoshlaring, boshqalar reaksiyasi? Natija chiqqandan keyin o'zi avtobusda ketayotgandim. Bir kunda chiqdi-yu, ertasi kuni o'sha 6,5 da chiqdi. Avtobusda ketib turib chiqqanmikan deb endi kirdim, emailga kirdim. O'zi boshida mana imtihonga kirib, imtihondan oldin o'zi moklari kirdim, esingizda bo'lsa, 8,5 ga ozgina yetmay yurdi. Keyin imtihonga kirib chiqqandan keyin ham zo'r bo'ldi shekilli, 8,5 olsam kerak deb o'ylab yurdim. Yo bo'lmasa yana ozgina yetmay qolganmikin 8. Keyin eng yomoni yana xayol kelardi-da, yana 7,5 bo'lib qolsin. Voy, uydagilarga nima deyman, shuncha o'qib 7,5 oldingmi yana o'g'lim deysiz. Shunaqa har xil xayollar kelaverdi. Keyin avtobusda shuni ochsam emailga xabar kelgan ekan. You scored 8 turibdi. Xayriyat, sal yelkamdan tog' ag'darilganday bo'ldi. 8 chiqdi. Kursdoshlarga yubordim, keyin gruppada yubordim. Hamma tabriklab, gap yo'q deyishdi. Bizga ham nasib qilsin deyishdi. Zo'r. Feelingda o'tadi. Skill'laringga keladigan bo'lsak, listening 9 chiqdi, reading 8,5, writing 7,5, speaking
7 chiqdi. Writing nimalarda mocklarda 8 chiqardim. 2 marta 8 chiqdi. Bir marta 8 chiquvdi, keyin 5 marta bordim. Qolgan 3 tasida 7,5 chiqqan. Oxirgisida o'sha ozgina tishim og'riganda ustoz dedimu kelib, tishim yomon og'ridi ustoz, mock ishlayotgandim, shu bilan konsentratsiya qila olmadim. O'shanda 7 chiqdi. Qara, listening 9 chiqdi. Listeningda masalan ozgina qiyin bo'ldi deding ustoz aytgan. To'g'ri. Listeningda qanaqa texnikalar qanday bo'ldi? Kelib ishlardik-ku birga siz bilan ham. O'sha tahlil qilib berganingiz ham katta foyda bergan menga. Chunki o'zim ham doim tahlil qilib yurardim, qayerda xato qilyapman, nimaga xato qildim deb. Keyin o'sha darsda qilganda undan yana ham ko'proq esimda qoldi o'sha xatolarim. Keyin yana dictation qilardik, o'sha eshitib turib, o'sha xato chiqqan sectionni eshitib turib yozardim. Ba'zida hali ham ba'zi so'zlar tez aytib ketadi-ku, bir chanqib tez aytib ketadi. O'sha joylarini tushunmay qolgan paytlarim ham bo'lgan. Examda ham keyin omadim kelib section 2 da ham, 3 da ham hammasi multiple choice tushdi. Bir xil formatda multiple choice tushdi. Qo'shtin olishda omadim keldi dedim. Yo, lekin section 1 bilan 4 da gap filling tushdi, lekin xuddi Cambridge style tushdi-da. Ikkalasi ham multiple choice. Hammasiga maksimal shu e'tibor qaratib, o'tib ketmasa bo'ldi deb hammasini ishladim. Lekin shunda ham section 4 da o'tib ketganday bo'ldi. O'sha ozgina ikkilanish bilan oldim. 39 ta chiqdi. Nimadir baribir. Note taking qilardik keyin. Note takingda masalan foydasi haqida o'sha note taking haqida gapirib, o'quvchilar neysa bor boshqacha-da. U hozir note taking qildiryapsiz boshqa gruppalarni ham. Ular bilmasligi mumkin rostdan foydasini, chunki u vaqtlar o'tib bilinadi. Uning foydasi, misol uchun biz ham note taking qilganimizda boshida esingizda bo'lsa, nima yozishni bilmay, hammasini eshitgan narsani yozishga harakat qilib, shunda ham muhim joylar qolib ketardi-da. Bu note taking o'sha konsentratsiyani yaxshilab beradi deb o'ylayman. Note taking nima bo'ldi? Listening eshitadi-ku. Listeningda section 1 qilyaptim, polni faqat kelib o'sha telefon raqam yoki ism o'tiradi. Yoki avit qilib oladi, bir orada bir 4-5 orasida. Note takingda bilmaydi masalan nima yozish kerak. Listening qiyinmi, osonmi, umuman u narsa haqida xabar yo'q. Prosta to'liq yozib chiqadi. Keyin to'ldirib chiqadi. Iloji boricha fokusni yaxshilab beradi-da. Keyin overall understandingni ancha yaxshilab beradi. Shunaqa tushunishga ham yordam beradi. O'sha eshitib, xuddi mana real hayotda odamlari eshitib, nima deyapti. Bu menimcha ko'proq universitetga kirsa, misol chet elda leksiya o'qiydi-ku, o'shanda note taking qilib, xuddi o'shanaqa narsa bo'lganda, eshitib, nima deyapti. Prosta eshitib, ma'lumot olish uchun o'sha tarzda, ma'lumot olish, yangi narsa o'rganish tarzida yozib. Note taking oldin ham qilarding yoki faqat men o'rgatganman? Note taking oldin ham ozgina qilganman, lekin develop qilmaganman. O'sha boshida qiyin tuyulgani, keyin develop qilmaganman. Shu bilan keyin siz o'rgatgandan keyin yana o'sha har dars qildirardi-ku. O'shandan keyin xohlasam ham, xohlamasam ham qilishga majbur bo'lib, keyin o'sha yaxshilanib ketdi. Yo'q, men ko'pchilik listeningda zerikib ketadi-ku. Har doim listening ishlaydi, listening вообще yomon ko'rib qoladi. O'shanaqa vaziyatda eng yaxshisi note takingda. Men polni o'zi listening 40 tasini ham note taking qilsa bo'ladi. Mana eshitib, umumiy natija uchun emas o'zi u. Masalan 30 tadan yoki 40 tadan 35 ta 38 ta topish uchun emas. Umumiy overall understandingni yaxshilash uchun. Note taking qilib yurgan odamning keyin varol yo'q yonda faqat yozadi. Keyin listi bersa qanaqadir unga вообще oson ko'radi. Shunaqa bor ekan, tasavvur qiladi keyin duh paydo bo'ladi. Bo'ldi hozir endi note taking siz topib yurgan bola uchun u ancha osonda. 100 kilolik vest berasan-da, keyin 10 kilolik vest qo'yib qo'ygan bo'ladi. Uchib ketadi-yu. Multiple choice'da ham qiyin bo'ladi, topolmaydi, mayli topolmasin. Lekin men note taking bilan ishlab o'sha narsani his qilib keyin javoblarni olishni boshlaydi. Multiple choice'da qiyin bo'ladigan bo'lsa nima qilish kerak? Note taking yozadigan qismini 2 marta audioni eshitib, yaxshilab tushunib, keyin belgilab chiqish kerak. Ham mana o'tib ketgan vaziyatda eslab qolishni ham yaxshilab beradi attention span. O'sha jihatlar juda ham zo'r foydali, productive bo'ladi ko'pchilik uchun. Masalan 20 ta multiple choice tushganda birorta o'tkazib o'rmagansan, multiple choice'da nima qilarding? O'sha multiple choice'da o'zi aytdingiz, note taking qilganda yozayotgan paytda odam biladi-da, qattiq his qiladi. Misol uchun multiple choice'da ko'pincha xato javoblarni aytadi-yu, chiqarib yuboradi. 3 ta javob bo'lsa, ikkitasini chiqarib yuboradi yoki bittasini chiqarib, bittasini aytmay qoldiradi. O'shanaqa paytda note taking qilganda aniq bilinadi o'sha narsalar. But deb o'sha aytadi-yu, lekin bunaqa edi, bunaqa edi deb.
o'sha narsani yozganda odamning xotirasida yana ham ko'proq qoladi. Keyin ularda уже tushuncha paydo bo'ladi-da, har safar multiple choice ko'rganda, ha, bu bittasini yoki o'zi xato qilib aytadi meni chalg'itish uchun yoki ikkitasini chalg'itadi meni deb noto'g'ri javoblarni chiqarib yuborish osonroq bo'ladi. Keyin o'sha multiple choicedan chalg'ib ketadi-ku. O'sha uchun men ko'pchilik bo'lib aytaman. Yozib turinglar deyman. Eshityapsizlarmi? Focus stay focused qoladi o'shanaqa vaziyatda. Hozir endi baribir xohlaydimi yo'qmi, attention span ancha qisqarib ketgan ko'pchilikda. Dictationda ham o'zi bilinib qoladi bolalar. 10 sekundlik so'zni eslab qololmaydi. 1 sekund, 2 sekund yoki o'zi u narsa tabiiy ravishda baribir. Men eshityaptimi, qoladigan so'z bir 2 sekund yoki 3 sekund qoladi. Undan keyin masalan raqam o'tib ketdimi, eslolmaydi. Boshqa raqam yozib qo'yadi. O'shani yaxshilashga ancha yordam beradi-da. Readingda masalan, reading 8.5 chiqdi. Readingda masalan nima qilarding? Masalan, sandan oldin Shuhratda asosan unda 8.5 chiqqanda overall listening reading 9 bo'lgan. U nima qilardi? O'qirdi polni passageda, keyin javoblarni belgilab chiqardi. Yo'q, men o'sha intervyuni eshitdim, men ham qanaqa qilib bu qiyindi bu narsa. Birinchi passage o'qib, hamma ma'lumotni olib, eslab yana Undan keyin ko'p o'quvchilar qilib ko'rdi uni. Unda nima qilish kerak? Asosan passage 1da ko'pchilikda ish beradi-da. O'zim ham darslar qildiraman passage 1da. O'qiydi, fully understand qilishga yordam beradi bu narsa. Reading masalan notdagina faqat listeningda emas. Readingda ham qo'llasa bo'ladi. Nima qiladi? Passageda o'qib chiqadi, polni fully detailed. Keyin yozib chiqadi kerakli deb bilgan ma'lumotlarni. Masalan, o'zi o'qiganda bilinadi. Masalan, birinchi paragrafda, masalan, kimnidir o'g'li, otasi shu ishni qilgan ekan. Shu yerda shu ishni boshlagan ekan, o'qishni boshlagan ekan. Kimdir encourage qilgan ekan, ya'ni motivate qilgan ekan, undagan ekan shu sohaga degan joylarni sekin-sekin his qilishni boshlaydi. Nima readingni. Keyin nima bitta paragrafda note qiladi, yozadi, keyin body tune oladi, note qilib chiqadi. Juda ham zo'r bo'ladi unda. Detailed analysis qilgan bo'ladi. Mana oddiy holatda passage 1 beriladi, nima qiladi bola? Yozib chiqadi-ku. 1, 2 sraz o'sha joylarni o'qiydi, javob oladi. Full meaningni so'rasang bilmaydi o'zi. Nima haqida gap ketayotganini. O'sha joylarda juda ham manfaatli bo'ladi. Not deganda. Senda masalan qanaqa texnikalar qo'llarding ko'pchilikka? Men to'liq o'qimasdim u passage. Birinchi to'liq o'qib, keyin savollarga qaramasdim. Boshida bitta savolga qarab olardim. Misol ikki xil savol bo'lsa, true false bilan gap filling bo'lsa, ikkalasidan ham o'sha boshidagi 3 ta avval hammasini ko'rib chiqardim-da, keyin o'sha boshidagi 3 talarini yoki ikkitasini to'liq mana fokus qilib ko'rib, keyin paragraf o'qib chiqardim men. Misol birinchi paragrafni o'qib, javobi bo'lsa belgilab, o'sha savolga qarab ketma-ketga emasmi, paragrafga qarab qaysini javob bo'lsa belgilab ketaverardim. Men o'sha biron marta lekin sinab ko'rmaganman, to'liq passage o'qib turib. Ya'ni 3 ta emas, lekin bitta passage 1ni o'zini qilardik-da. Tarqatardim. Birinchi nima qilaman? Savolsiz readingni o'zini tarqatardim passageda, keyin bitta orqasida oq list bo'ladi. Oq listga yozadi bolalar. Polni hamma notlarni, keyin savolni o'zini tarqataman-da, passageda o'zini olib qo'yaman. Yozgan notiga qarab nimani bajaradi? True false yoki not completion savollarini bajaradi. Zo'r bolalar keyin ancha his qildi o'sha ustozlar hozir. Endi tushunib ishlayapman degan fikrlar bor. O'sha boshida ham biz ham darsda qilgandik o'sha reading. Boshida o'sha yozyapman, muhim deb o'ylagan joylarimni yozyapman. 13 tadan bir 5-6 ta chiqqan xolosda. Ya'ni yillari yozganman endi, mabodo so'rab qo'ysa not completion deb. Yozgan joylar qilishni boshlaydi odam. O'sha boshida bir 5-6 marta topolmaydi. Kerakli bo'lgan ma'lumotlarni. Lekin keyinchalik menimcha yaxshi. Zo'r. O'zi aslida shuda biz ko'p tushunmaydi bolalar. Ko'p reading ishlayveradi, reading oshmaydi. Siqiladi, yana siqiladi. Xo'sh, keyin nima qiladim? Keyin reading oshmayapti deydi, keyin lug'at yodlashni boshlaydi. Umumiy o'sha his qilish kerak-da readingni. O'qigandan tushunib analiz deymiz-ku, analizdan maqsadim o'sha readingni tushunishda. Writingda Taskning 4 ta 9 chiqqan. Va o'sha Taskon haqida masalan nima qilding, qanaqa ishlarding? Mockda ham chiqardi, 7.5 kamda 7.5 chiqardi. O'sha chiqqanimda yo'q aytdim-ku. Ustoz Taskonni maza qilib yozdi lekin. Nima chiqqan, tablemi? Pie chart tushdi, ikkita pie chart tushdi. O'sha 2 xil yilda trend edi. Shu darsda yozib kelgan, o'sha birinchi siz yozib berardingiz, darsda siz yozib, keyin biz yozardik. Xuddi o'shanaqa, faqat boshqa narsalar, boshqa yillar edi.
o'sha praktis ko'p qilganim foyda berdi deb o'ylayman o'shanda. Keyin yana grammatikalarni o'rganuvdik birga darsda. Oldin unchalik e'tibor bermasdim-da grammatika bilan vokabulariga. Prosta yozardim o'sha. Ko'zimga yaxshi ko'rinardi o'shalar ham. Keyin mana advanced grammarlarni o'rgangandan keyin mana ularni bitta detail yozib chiqqanman. Grammarga urg'u berish uchun shu tasqanda. Shu bolalarda kuchli bo'lsin deb. Bolalar ko'pchilik e'tibor qilmagan uni. Mana sen qaragansan, ishlatarding, men bilardim. Bolalarga berardim. Xuddi mana zo'r darsda ishlatadi. Ertasi kuni yo'qda. Sanda как положено o'shalar hammasi ishlatilardi. Va shuga yana motivatsiya olib yana tuzardim. Misol speakingda endi nima qilish mumkin-u? Forced deydi-ku. Majburlab ishlatgani bilinib qoladi gapirganda o'sha payt. Lekin writingda unaqa emasdi. O'sha o'ylab yozasiz baribir. Natural yo'q, naturality degan o'sha tabiiylik degan narsa yo'q writingda. O'sha o'rgangan narsalarni o'sha to'g'ri joyida qo'llab tochka-tochkasiga ursa bo'ldi deb o'ylayman. Masalan, task response 9, coherence coefficient 9, lexical resource 9, grammar engine accuracy 9. Naxotki usually grammarda ham xato qilmadim. O'qib chiqishga ham ulgurdim. Ha. Har doim o'sha sizga yuboradigan essaylarda ham hammasida o'qib chiqardim. Boshida juda qiyin bo'lganda, lekin shu o'zim yozgan essayni hech o'qigim kelmasdi. Balki sanda ham shunaqa bo'lgan. Ko'p mana 90% hozirda ham o'qib turgan o'quvchilarimda endi menda ham bo'lgan, lekin men o'zim sekin-sekin tez shakllantira olganman-da o'sha narsani. Nima? O'qiydi-ku essayni bo'ldi. Sразу. Shu xuddi shunaqa bo'lgan. Ayniqsa task 2da zo'rg'a yozib, shunaqa bo'ldi, o'qimadim. Sразу beradi-da. Men o'qib chiqishim kerak, men siz qilaman. Is bo'layotadi u yerda ko'plikka. Oddiy detail xatolar bor-ku, o'shalar typingda ketib qoladi. Tushirib yuboradi, ya'ni. Kecha masalan bitta o'quvchimda writing hamda 7 yozadi-da. Ustoz deyapti, typingda ulgurmadim. Vobshe ko'p harflar o'tib ketgan. Keyin bizda mock natijasidan keyin faylni ham tashlab beradi-ku. Ko'rib chiqaman, juda ham o'tib ketganda. Unga qanaqa qilib 6.5 yetib qo'yadi. 6 yo 5.5 da. Mana o'qib chiqish kerak yozilgan essayda. Mana essay birinchi yoziladi, skeleti tuziladi, keyin unga dekoratsiya ishlar bo'ladi. Shunaqa. Grammar qo'shiladi, vocab qo'shiladi. Ishlardim shunaqa. Xuddi shunaqa o'sha oldin yozganimda o'sha essay yozilardi. Dekoratsiya bo'lmasdi. Grammatika bilan vocab bo'lmasdi. O'sha o'qimasdim-da chunki. Lekin o'sha keyin yangi grammatikalarni o'rgangandan keyin menda ham motivatsiya bo'lganda, shuncha narsa turibdi, ishlatish kerak buni. O'sha boshida ozgina soddaroq bo'lardi haqiqatda. Grammatika, vokablar ham soddaroq bo'lardi. Keyin o'sha o'qib chiqqanda, misol 2-3 ta so'z qaytarilib kelib qolgan bo'lishi mumkin, repetition bu vokabda. O'shalarni keyin sinonimlar bilan o'zgartirardim, o'sha o'rgangan vokablar bilan. Keyin qanaqa qatta grammatika qo'shish mumkin bo'lsa, undan yaxshiroq verb ing clause'lar bor-ku. O'shanaqalarni keyin qo'shib chiqardim. Qancha vaqting ketdi masalan taskni yozishga, taskni? Taskdan boshlading, taskdan bo'ldi masalan ko'pchilik. Ustoz taskdan boshlasammi, taskdanmi? Keyin keyin unaqa emasda. Masalan, qaysidan boshlarding sen? Task 2dan boshlardim doim. O'sha 40 minut ichida yozishga harakat qilardim uni. Mabodo nimaga task 2dan boshlardim? Chunki vaqt ko'proq ketib qolsa ham task 1ni ulguraman deb o'yladim doim. Shuning uchun task 2dan boshlardim. Task 2ni ham yozib, bir 450 ta so'z bo'ladi. Task 2ni ham yozib, review qilib, o'qib chiqib, spelling mistake ketib qolmadimi yoki grammatikadan xato bo'lib qolmadimi? O'qib chiqqandan keyin qarasam bir 18 minut vaqtim bor edi. Keyin 18 minutda taskni 9 qilib qo'ydim-da. Taskni yozdim. Uni ham yozib bo'lgandan keyin o'qib chiqib, grammatikalarini to'g'rilagandan keyin qarasam bitta joyini o'yladim, o'zi planning qilganda yozdimda, yozmay ketibman essayga. Oxirgi minutda 1 minut qoluvdi. Dedim, yozmabman buni deb, sразу overallga o'tib, key feature edi u. Oxirida uni boshida kam bo'lib turib, oxirida o'tib ketgan joy edi. O'shanaqa joyi o'ylab turib, o'sha planningga как положено yozganman. Qarasam overviewda yo'q, o'qib chiqqanimda. Dedim, oxirida shuni yozdim. Bir 10 sekund qolganda hammasi tugab, chotki bo'ldi. Mana shu narsaga ko'pchilik nima qilmaydi-da. E'tibor qilmaydi. Overall juda ham muhim rol o'ynaydi. Bu narsa yozish kerak как положено. Keyin men qara, overallda qanaqa qilarding masalan? Overall bo'yicha bodylarni structure qilarding masalan? Ha, o'sha ko'pincha misol bir xil trend qilganlar bo'ladi-ku. O'sganlarni bitta qilardim, keyin tushganini bitta. Shunaqa bo'lardi. Ba'zilarda o'zgarmay qolganlari 3-body qilib alohida yozardim. Bo'ldi, mana shu narsa.
o'sha bizda ko'pchilik o'quvchilarda ikkita bodymi, ikkita body degan tushuncha bo'lib qolgan ekanda. Yo'q, unaqa emas. Misol, har xil feature ko'rsatgani, har xil trend bo'yicha o'zgargani bo'lsa, u yozaverish kerak. 4 tagacha shu. O'xshamasa ham tiqtashavermas kerak ikkita bodyda. Shunaqa misol bittasi tushgan ikkitasini yozib turib, ikkita body bo'lib qoldi-ku deb orasiga o'zgarmaganini ham qo'shib olgandan ko'ra, shu alohida qilsak yaxshiroq ko'rinadi u. O'zing task-da nima qilarding? Task-da ham o'sha unda ham bir xil edi. O'sha task 1dagiday o'qimasdim boshida. Keyin o'sha oddiy xatolar bo'lgandan keyin mana essay check bo'lgandan keyin qarasam oddiy xatolar. O'shandan keyin o'qishni boshladim. Haqiqatda juda ko'p foyda berdi, chunki ba'zida gaplar mana boshqa tomondan kelyapti, ozgina boshqacha mavzuga o'tib ketgan bo'lar ekanman-da. Keyin boshqatdan o'qib ko'rganda o'sha joylarni o'zgartirib hammasini, keyin ba'zida o'sha ko'p bo'lib ketgan bo'lsa o'sha bog'lovchilar ba'zilarini kamaytirib o'sha gap bilan berib, ayniqsa uni samplelar o'qiganimda for example'ni turli xil 10-15 xil bilan berib tashardi ular. Va o'shanda dedim, for instance bilan for example bilan boshqa shuncha variantlar bor ekan. Nimaga ishlatmaganman? Speaking вообще kuchli edi. 7.5-8 chiqardi kamida. Imtihonda 7 chiqqan. Masalan, qanaqa bo'ldi, nima bo'ldi? Performance yaxshi bo'lmadimi? Boshida ozgina hayajon bo'ldi. Menimcha shu hayajon bo'ldimikin deyman-da. Face to face bo'ldi o'sha native examiner tushdi. Gapirdim. O'sha har doimgidek gapirdim. Lekin baribir o'sha realga kirganda baribir odamning ko'ngli to'lmaydi-ku, ayniqsa speakingdan. Shuni chiqib, "Men shunaqa desam bo'lar ekan." Va shuncha o'rgangan narsangni 15 minut ishlatib qo'yish kerak. Shunaqa hal qilib qo'yadi-da. Shunaqa desam bo'lar ekan deb baribir o'tdi shunaqa xayollar. Boshida aytdim-ku, 7.5 olib qo'ysam nima bo'lar ekan? 3 xil xayol kelaverdi. Speakingda shunaqa bo'ldi. Shu o'ylamas kerak edi shunaqa vaziyatda. Ayniqsa kechqurun uxlolmasganda odam. Shu IELTS topshirmasimdan oldin ham nima bo'lar ekan deb o'ylasam uxlolmasdim. 1 soat, 1.5 soat deb boshqa narsani o'ylab uxlardim-ku, uxlab qolardim. Topshirib bo'lgandan keyin hamda nima chiqar ekan deb. Shu aytaman, o'ylamaslik kerak ekan. Baribir chiqadi o'sha. Ko'p menimcha o'quvchilarda bo'ladi-da, endi buni shunaqa bo'ladi, shunaqa qilsa shunaqa bo'ladi deyish noto'g'ri, lekin ko'pincha bo'ladi o'quvchilar. Ba'zilar bo'ladi, prosta natija unaqa tupurib qo'ygan bo'ladi. Bo'ldi ustoz, kiraman, yoraman, necha qo'ysam deydi. Shunaqalarda yaxshi qo'yaman. Erkin bo'lib gapiradi-ku. O'sha yelkasida pressure bo'lmaydi. Ayniqsa speakingda, masalan, hozir shundan 8 olib chiqishim kerak degan pressure bilan gapirsa, o'zi kutganda gapira olmaydi. O'zi qanaqa bo'lsa, doimgidek bo'ldi. O'sha oddiy examiner, face to face, native. Mana o'sha nativeda gapira olaman degan tushuncha bilan kirib, prosta daily conversationda gapirib tursa, o'shanda zo'r bo'ladi. Xudo endi rejalar qanaqa? Shu 8.5-9 qilish. Shu xudo xolasa endi 8+ qilib Everestda ishlashda olishardi dedim. Hali ham o'sha xudo xolasa siz bilan birga nasib xudo xolasa. Men harakat qilaman, o'z graduation yuqori levelda qilaman. Hammasida qanaqadir memory qolish kerak-da. Hammasida. O'sha uchun maksimal harakat qilaman, qanaqadir memory berishga. Masalan, ba'zida o'zi shart emas, masalan, ertalabgacha dars qo'yish. Ba'zida soat 9 dan ertalab 6:30gacha da effektivni bo'ladi. 10 soat gapirgandan keyin. O'sha ham o'zi aslida memory bo'lish uchun shunaqa journeyda shunaqa harakat qilgani, men bilan shunaqa vaqt ajratgani, shu narsalarni singish uchun. Masalan, bir vaqt keladi, ustoz mana shunaqa dars qilardik deydi, odam mazza qilaveradi. Shunaqa qanaqa xotiralar bo'lgan? Shu boshida o'sha aytishgan edi, Muhammad Ali ustoz qo'shimcha dars ham qo'yib beradi yakshanba kuni. O'shandan keyin o'shanga ham qiziqib, meni qo'shimcha dars ham bor ekan, yana ham ko'proq tezroq olishimga yordam beradi deb o'sha yakshanba kunlari kelardik-ku mokka. O'shalar esda qolgan. Shu qolgan odamlar dam olayotgan paytda biz mok ishlardik. Keyin night sessionlar ham bo'lardi-yu. Kechqurun listening, reading bo'lardi. Shular ham katta foyda bergan, lekin o'sha tayyorlanishga. Qara, Bekzod. Mana 8 olish kerak bo'lgan odam nimalar qilish kerak va writingda task 1 olish kerak, task 1da 9 qilish kerak bo'lgan odam nima qilish kerak? Mana shu ikkita narsada o'zingni journeyingdan kelib chiqib feedback bersan. Xo'p, shu bir 2 yildan beri o'qigan bo'lsam ingliz tilini, shu 8 yoki undan baland olish uchun dedication, ya'ni o'zini shu bag'ishlash kerak-da. Misol 9 olayotganlar ham o'zidan olib qo'ymayapti-da uni. O'sha
qancha ko'p vaqtini sarflayapti ular. Shu men ham qancha vaqtimni sarflagandim har kuni dars qilib. Writingda ham o'sha ko'p vaqt sarflab turib, ishlab, iloji boricha kechagi kundan yaxshiroq bo'lish kerak. Misol, har kuni kamida bitta narsa o'rganib, o'shani qo'llashni o'rganish kerak. Writingda ham, boshqasida ham. O'sha ko'p vaqt sarflash baribir keyin commitment, ya'ni o'sha odam bitta maqsad qo'ydimi, oxirigacha shu olaman shuni deb, yaxshi niyat qilib, o'ziga ishonib. Yana bitta narsa, ko'p essay yozish kerakmi yoki essayni analiz qilib kam-kam yozish kerakmi? Ko'p essay yozib uni tahlil qilmasa, bu foydasi yo'q. O'sha bir xil o'ynab yuraveradi, lekin essay yozib tahlil qilish kerak, lekin baribir ko'p yozish kerak. Tahlil qilib ko'p yozish kerak-da baribir. Tayyorni ham yaxshilab beradi. Mana yuqori natija olding. Shu natijada kimlarning o'rni bo'ldi? Qanaqa bo'ldi? Masalan, hammada ham har xil vaziyat bo'ladi. Kimdir o'qigisi kelmaydi, tashlab ketgisi keladi. Shunaqa vaziyatlarda kimlar senda qo'llab-quvvatlab turgan? Shu avvalambor sizga katta rahmat ustoz, shu motivatsiya berib, ko'p narsa o'rgatib, yangi narsalar o'rgatib, shu 8 o'rishimga katta yordam berdingiz. Keyin IELTS nimaligini o'rgatgan, boshida ustozim bor edi, Chustdan, Bahodirxon ustoz. Ularga ham katta rahmat aytmoqchiman. Keyin eng kattasi mana akam, oila a'zolarim har doim meni qo'llab-quvvatlashdi. O'sha ikkilangan paytimda ham, yo'q, hozir olgin, keyin nima qilasan? Hozir o'qib olsang yaxshiroq deb o'sha boshida turtki bergan odamlar edi. Zo'r. Har doim kimdandir padishga kerak bo'lib turadi baribir har xil vaziyatda hayotda. Hammaga rahmat. Bugun ko'rsatuvimiz ancha manfaatli bo'ldi deb o'ylaymiz. Nimadir savollaringiz yoki tushunmagan joylaringiz, qanaqadir yordam, shu aytilgan kitoblarda yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol izohlarda qoldirishingiz mumkin. Ularga hammasiga javob beramiz. Yoqqan bo'lsa, comment, like, podpisatsiya, share, forward, gruppada, kanalda tarqatib boramiz. Xo'p, katta rahmat hammaga, sog' bo'linglar.